Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Tushda ayolingizni ko'rish nimani anglatadi, ya'ni xotiningizni ko'rish nimani anglatadi? Shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu tush ta'biri asosan erkaklar uchun, lekin agar ayollar ham hozir ko'rayotgan bo'lsa, bu tushni eringizni tushda ko'rganingizni bilishni xohlasangiz, meni kanalimda er bilan aloqali, ya'ni tushida erini ko'rish bilan aloqali video mavjud, o'tib ko'rishingiz mumkin. Azizlar, agar tushingizda xotiningizdan ajrashganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bu sizga ko'z tekkanligini, ba'zi insonlar sizni kuzatayotganini, ya'ni ko'zi bilan kuzatayotganini, chekkadan sizni holingizni, ahvolingizni, ishingizni, daromadingizni, ya'ni kuzatib turganligini, sizga qanaqadir nima deydi, hasad qiladigan insonlar borligini bildiradi azizlar. Bunaqa tush ko'rish hushyorlik va duoga ehtiyoj borligini bildiradi. Hushyor bo'lishingiz kerak va xohlasangiz sadaqa berib yuborsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Duo qilish ham sizni foydangizga bo'ladi. Agar xohlasangiz 7 marta falaq, 7 marta nas suralarini o'qib, suvga uflab o'qib 7 kun davomida shuni ichishingizni tavsiya beraman azizlar. Agar tushingizda siz ayolingizga xiyonat qilganingizni ko'rgan bo'lsangiz, hayotingizda jiddiy sinovlar va qiyinchilik bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Ruhiy jihatdan tayyorlanib turishingiz kerakligini xabar beradi. Bunaqa tush ko'rganingizda ham sadaqa berib yuborishingizni va tushingizni xayrga chiqishini Allohdan so'rashingizni tavsiya qilaman. Chunki payg'ambarimiz nima deganlar? Bitta sadaqa 1000 baloni daf qilar, sog'liq beradi, salomatlik beradi deb aytganlar. Tushingizda xotiningizni sizni yoningizga kelayotganini agar ko'rgan bo'lsangiz yoki orangizda qanaqadir muammo bo'lsa va tushingizda yoningizga qaytganini agar ko'rgan bo'lsangiz xotiningizni, inshaalloh Allohning izni bilan sizni quvontiradigan, yuragingizga ozgina shodlik, yengillik baxsh etadigan bir xushxabar kelishidan darak beradi azizlar. Agar tushingizda ayolingizni o'ldirganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bunaqa tush ko'rganingizdan keyin biron mol, mulk yoki pul chiqishi mumkinligini ham anglatadi. Bir mol mulkingizni sotib yuborishingiz mumkin yoki bo'lmasam qo'lingizdan behudaga pul chiqishi mumkinligini, ya'ni chiqimga ishora qiladi. Balki biron bir inson qarz yoki kutilmagan bir xarajat chiqishi mumkinligini anglatadi. Biron bir inson qarz olishi mumkin. Ya'ni shunaqa tush ko'rgan paytingizda, ya'ni tushingizda ayolingizni o'ldirganingizni ko'rganingizda bir oy, ya'ni ko'proq 1 oy yoki bo'lmasam 2 oy, 3 oy ehtiyot bo'lasiz. Behudaga pul xarjlamasligingiz kerakligini, qarz bermasligingiz kerakligini anglatadi. Ayolingiz sizga boshqa bir erkak bilan xiyonat qilganini agar tushingizda ko'rgan bo'lsangiz, qilayotgan ishingizda, kuchingizda sabr, toqat bilan harakat qilishingiz kerakligini, chunki oldingizda muvaffaqiyat, omad borligini bildiradi, lekin faqat ozgina sabr qilib kutishingiz kerakligini bildiradi va ehtiyotkorroq bo'lib sabr bilan inshaalloh agar kutsangiz, albatta sizga ham to'g'ringiz kelib, sizga ham omadingiz kelishini anglatadi azizlar. Agar tushingizda ayolingizni homilador ekanligini ko'rgan bo'lsangiz, Alloh izni bilan quvonchli va kutilmagan bir xabarni eshigingizni taqillatishiga ishora qiladi. Ayolingizni o'lganini agar ko'rgan bo'lsangiz, aslida uni umrini uzaganini, ya'ni ayolingizni umrini uzaganini anglatadi. Faqat biron bir kichik kasallik yoki kichik bir muammo bo'lishi mumkin, lekin o'tib ketadigan kichik tashvish inshaalloh. Agar tushingizda ayolingiz bilan janjallashganingizni ko'rgan bo'lsangiz, qo'lingizga pul yoki moddiy foyda kelishini, bunaqa tush moliyaviy jihatdan biroz yengillik bo'lishidan darak beradi. Azizlar, bu video agar sizga yoqqan va foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoga like bosib, yaqinlaringizga, tanishlaringizga yuborishingizni unutmang. Yangi videolardan xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang. Sizni qo'llab-quvvatlashingiz men uchun muhim azizlar. Men uchun qamchi bo'ladi, ya'ni menga ilhom va g'ayrat beradi. Har doim xayrli tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar.